Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugun biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'iga kelganmiz. 2025-yilda ishlab chiqarish orqali oilamni, bolam chaqamni boqaman degan aka-ukalarimiz uchun hozir biz mana shu joydan salkam 7-8 xil ishlab chiqarish haqida ma'lumot beramiz. Sizga ham mana shunaqa ishlab chiqarishlar kerak bo'lsa, ya'ni shu orqali tirikchilik qilmoqchi bo'lsangiz, pastda ekranda nomerlar bo'ladi. Bemalol kanalimiz nomidan murojaatlashib ma'lumotlar olishingiz mumkin. Video davomida sizlarga qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu yerda hozir ko'rib turganimiz termopanel, termotravertin va fasadniy plitkalar bor ekan. Shunaqa narsalar ishlab chiqarib, tirikchilik qilmoqchi bo'lsangiz, albatta chetga bormasdan. Xo'p, bu yerda undan tashqari gazoblok, penoblok, shunga o'xshash ishlab chiqarishlar ham bor ekan. Shular haqida sizlarga juda ham kerakli, foydali ma'lumot beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana ishlab chiqarish juda ham ko'p. Tavsiya beraman. Xudo xolasa, hozir Ramazon aksiyasi ketyapti ekan. Polni komplekt apparatura sotib olsangiz, narxlari $200 arzonlabdi. Xudo xolasa, bu yoqda mana akalarimiz ishlashyapti. Обучение kelishibdi. Apparatura, polni komplekt apparatura sotib olgan obunachilarimizga bonusiga bepul обучение ham bo'lar ekan. Shu yerda qolib, uzoqdan kelsangiz, o'rganib ketishingiz mumkin. O'zingizga o'sha manzilingizga, qishlog'ingizga, shaharingizga borib ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Bo'lmasam, hurmatli kuzatuvchilar, videomiz juda ham foydali bo'ladi. Malol kelmasa ushbu videoga bittadan like bosib qo'yinglar va biznes ishlab chiqarish orqali pul topaman degan aka-ukalarimizga, tanishinglarga videomizni podelitsiya qilib qo'yinglar. Ma'lumotlarni boshlaydik. Diqqat bilan kuzatib turinglar mana akalar. Xudo xolasa 2025-yilda sizlar uchun navbatdagi foydali videomiz. Bittadan like bosib qo'yinglar videoga. Xo'p, hurmatli obunachilar, demak, ma'lumotlar berishni boshladik. Bizga mana shu joyi ish yurituvchisi Mahmudjon akamiz o'zlari ma'lumot beradilar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Aka, hozir bu ishlash joyingizda necha xil ishlab chiqarish bor? Hop, 7 xil bor. Fasad yo'nalishi bo'yicha где-то 5-6 xil bor, 7 xil. 5-6 xil. Hop, g'ishtlar bor, dalshi bloklar, penoblok, gazoblok, polistirol blok, tomchi bizneslar. Shu xil yaqin ishlab chiqarish bor ekan. Salkam 10 xil ishlab chiqarish bor. Barchasida xudo xolasa sizga ma'lumot so'ramoqchi bo'lganlarga ma'lumot berasizlar. Shu orqali tirikchilik qilaman degan aka-ukalarga chiroyli qilib. Ish boshlayman deganlarga, bemalol. Ish boshlayman deganlarga yaxshi. Xo'p, boshladik. Bo'lmasa bu yerda hozir necha xil 3 xil narsami? Aka, xo'p, termopanel bor. Bu termopanel 2 xil bo'ladi. Xo'p. Yozda salqin, qishda mana har xil aytib qattiqlagan mana qattiq, hech qanaqa ezilmaydigan narsa bo'ladi aka. Yengil bo'ladi, fasad, utplit. Xo'p. Termopanel 2 xil bo'ladi. Gipki kami, jitki kami bilan hozir siz bilan buni apparatlarni ham bir qator ko'rsatamiz. Xo'p. $1100 da buni обучениялari, instrumentlar bilan. Instrumentlarga nima kiradi deganlarga kompressor, mikser, pulverizator, bitta stoli bo'ladi, stanogga ruchno chiqaradigan, ugl kesadigan bo'ladi, miyasi bo'ladi, отпечаткасы bo'ladi. Shunaqa polni trafaretlar bo'ladi, mana sokollik, mana o'slik, har xil trafaretlar bo'ladi. Общий komplektatsiyamiz $1100 da aka, hozir $900 ga tushirib qo'ydik. Ramazon aksiyasi bo'lyapti, xudo xolasa. $200 aksiyaga tushirdik, $200. Yana bitta yangiligimiz bilan bog'liq, o'shaning uchun bularni narxini sal pasaytirib, mana qildik aka. Yaxshi. Demak, qarang, bu aytib o'tgan narxingizda обучениесі ham bor. Keladi aka, mana termopanelda gipli kami, jitki kamilarda chiqarishni o'rganadi va unga ketadigan jarayonida ketadigan instrumentlarni ham chiqib beriladi aka, chiroyli qilib. Zo'r. Kelib, bu yerga kelib zaklatini berib bular o'rganish boshlashaveradi. O'rganish jarayonida bo'ladigan oziq-ovqatlar, yotoqlar hammasi mujassam o'sha to'lovning ichida bo'ladi. Yaxshi, juda ham zo'r ekan. O'rganish bepul degan narsa aka, shu stanogini sotib oladi, o'rgatib qo'yishimiz bepul. Tushunadi. Qachonki stanogga komplekt sotib olsa, keyin o'rgatib kelib zaklatini berib, o'rganaveradi, borganda qolganini beraveradi, masalan. Endi har xil vaziyat. Yaxshi, taxminan qancha vaqt ketadi bunga? Обучениesiga. Bir hafta yurganlar bor, hozir gaplashib ko'rsatib qo'yamiz. 5 kun, 4 kun, bir hafta oladigan yo'nalishga qarab. Bitta yo'nalish bo'lsa o'rtacha 3 kun, 4 kun. Ikkita yo'nalish bo'ladigan bo'lsa 5 kun, 6 kun bo'ladi aka o'rtacha. Yaxshi. Shunaqa narsa. Odamning o'ziga ham bog'liq bu. O'ziga bog'liq. Ba'zida bir kunda o'rganadi. Kimdir ishlab chiqarish, sostavlarni polni tushunadigan insonlar bo'ladi.
Masalan, analoglar bo'ladi-da, biz faqat turetskiy sifatidan chiqaramiz aka. Yaxshi. Hop, bunisi keyingi biznesimiz termotravertin deydi. 120 mingdan mana sotilyapti. Bu narsa o'zi mahsulotni o'zini deganlarga Kvadrat. Ha, bularda ham mahsuloti ham bor. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak. 90 ming so'mdan 120 ming so'mgacha edi. Aka, Ramazon anaqasi bilan Xudo xolasa, hop, 80 ming bilan 100 mingdan dastavka qilib berilamiz. Dastavkasi ham bor. Qayergacha bepul? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. Gap yo'q. Xo'p, bunisi mahsuloti 120 ming so'mdan dolasi eng effektivni, eng zo'ri termotravertin, kuchli narsa, mo'ychi aka. Ko'pchilik gipsli bo'lyapti oqligiga, gips emas bu. Tabiiy toshchi uni bilan travertin toshlab qo'yadi uni. Yumsha bo'laveradi bemalol. Mo'ychi narsa aka, yaltirab chiqadi. Zo'r. Videolar bor, tashlab beramiz. Bu 4 xil, 6 xil qolipi bor hozir bu yerda. Xo'p, buniki ham aka $8, $9 yozib tushirib qo'yganmiz. Undan 1,5 minggacha assortimentiga qarab kiraveradi aka. Mikser, qoliplarni, vibrator stollari bo'ladi ichida, komplekt asosida. Ichida uni ham hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi, bunga обучение bor. Обучение xuddi shu bir Hammasiga bor. Bular narxlari aka, xudo xolasa 152 kvadratni ob'yemni mo'ljallab qo'yilgan. Bu degani bittasiga 152 kvadratli ob'yem olsa, apparat o'zi pulni chiqaraveradi. Xo'p, yana Rossiyadan kelgan ustalarimiz o'zini uyimizni, to'yimga, boshqaga uyimizni qilamiz desa, fasadini kelib, ishlab chiqarish shunday o'rganib olib, o'zini uyini qilsa, o'zi apparat bekorga qolib ketaveradi, xudo xolasa. Yonga qoladi. Yaxshi, zo'r. Dalshi fasadni plitkalar aka. Har xil yevro, har xil nomlab o'zlari brend qilib olib yurgishyapti. Bular ham xuddi o'shalar qatoridagi narsa. 65 mingdan 90 minggacha oqsamet ketadiganlari shunaqa bo'ladi. Kvadrat metr mahsuloti bor aka. Masalan, qoliplarimiz ham bor aka. Qoliplarimizga dolsa 10 yilga garantiya, mana shu eshigimiz, mana shu anaqamiz, adresimiz. 10 yilga garantiya beramiz mana aka. Rezinka ekanda bu. Rossiyskiy coach. 10 yilga garantiya, xudo xolasa bunga. Xo'p, buni qoliplarining narxi aka $130 dan $180-190 bor. Qolip narximi? Yo'q, buni kvadrat narxi. Buni kvadratining narxi aka 65 mingdan 90 minggacha deb aytdim. Chiqadi. Mahsulotning narxi. Mahsulotning narxi. Qolipning narxi o'rganaman deganlarga aka $130 dan $180-190 qilib beramiz. Xudo xolasa 10 yilga garantiya. Arzoniga yugurish o'rmas aka, u birak chiqarib qo'yadi. To'g'risi gap, bu 10 yilgacha xudo xolasa xizmat qiladi. Choklari yaxshi tushadi, bir-biriga. Yaxshi tushadi. Bitikda jalbalar bor aka. O'sha Qirg'izistondan aylanmayman, optimini olgan, hamma rezinka bilan shu yerga ishlaydiganlar chiqarib beravermaydi-da bu. Fasadniki sal ko'chi, materiali va boshqacharoq bo'ladi ekan. Shunaqa. Ko'p joylarda $200, 200 dan baland aytyapti masalan. Xo'p, xuddi shu narsani hozir optim joyi bemalol chiqarib beramiz aka. 15 xil avval assortimentimiz bor hozircha. Bundan fasadning plitkadan, 15 xil Dubai bilan ko'rsangiz 3D'lari bor. Bo'ldi komplektasiyalar bor. Rangini endi uyg'unlashtirib qilishaveradi. Bunisi 3D shekilli. Shunaqa. Juda chiroyli ko'rinadi, zo'r. 20 yilga garantiya deydi aka buni. Xudo xolasa. Shular o'ziga mahsulotga 20 yil garantiya. 20 yil garantiya deydi. Toshda. Toshi. Zo'r. Darsda endi aka bularga ketadigan xomashyolar bilan tanishtirib o'tsak, xo'p, mana qoliplarimiz aka. Bunimiz qoliplarimiz. Bu nimaniki aka? Qoliplarni endi o'zimiz shogirdlarga postoyanno yetkazib beramiz, zakaz yetkazib beramiz. Hop, alohida so'raganlarga $10-15 dan beriladi dastavkasiga qarab, adresiga qarab. Bu termotravertin deganimiz qoliplar ekani. Ro'paramizda turibdi-ku. Tushunarli. Xo'p, mana gipki kaminni trafaretlari bilan termopaneli bilan gipki kaminlardek aka bu narsa. Xo'p, stanok, ha. Mana ugl kesadiganlari, mana stanoklari bor ekan mana. Xo'p, mana ugl kesadiganlar mana ichida turgan, ha. Trafaretlar. Keyin bunga mana kompressorlari, mikserlar. Kompressor, mikser, pulverizatorlar bo'ladi ekan bunun ichida. Xudo xolasa shu. Yaxshi, demak, hammasida komplekt apparaturasi bor. Apparatlarga shu kiradi aka. Bu mikser bo'lsa kerak, o'sha loyin tayyorlaydi, gazobloz mishalkasi aka. Bu gazobloz mishalkasi. Aka ichkaridan bir qator olib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, avval kelgan shogirdlarimiz yangi kelganlarga o'rgatib, mahsulot chiqarishyapti. Bunga mahsulotga hozir уже sezon boshlab, sezon emas paytda ham zagodovka bor edi, zaklad berib qo'yganlar masalan. Xo'p, pastlar chiqarish boshladi ekan mana sariqlari, mahsulotlari chiqqan. Shu o'rganish jarayonlari shu yerda bo'ladi ekan. Shakillar. Hormanglar. Hormanglar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Ishdan qo'ymasdan bir qator olib ketaveramiz. Begoboddan bor, o'zimiz Namangandan bor akalar mana. O'rganishyapti hozir. Aka. Aka, chimyonliklarga salom deb qo'ying. Sigaret akalar. Assalomu alaykum. Chimyondanlarmi kishi? Chimyondan aka ham bor. Xo'p.
Shu ishlab chiqarish jarayoni shu yerda ketyapti. Yaxshi, mana shu yerda ishlab chiqarish. Termometr Обучение shu yerda bo'ladi, qarang. Ichkarida men ko'rsatib qo'yaman. Обучение shu yerda bo'ladi. Obучение mana shu yerda bo'ladi. O'rganmoqchi bo'lganlarga. Mustaqil. Maytlarda ugullar kesiladi, mana ugullar ham zavodga kesiladi bu aka. Ugul kesiladigan narsalarimiz buni. Bu apparat ugulni kesib beradi. Ugullar zavodga. Uy burchaklari. Qo'lgan. Masalan, Ramazonda ishlayapmiz aka, hozir kristalli mehmonlar bordi kuzatib. Hammasini Buni ichki tashqisi bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Hozir bu tashqi ekanda. Malla gazablok bo'lsa kerak adashmasam. Bular endi gazablok aka. Gazablok mana apparati. gipkameni o'zlari mustaqil ko'rishyapti mehmonlar. Ha. Buni ustidan ham qilib olamiz keyin haligi yangi kelganlar o'zlari laklamagan, просто praktika qilishyapti. Praktika uchun tajriba. Xo'p, tomsoq apparatlarimiz bor mana shunday. Bu qatorga so'yiladi. Bular 2 tonnalik bacholar bor, gazabloklarniki bular. Bular отпечатка aka mana. Mana shu gipkameni отпечаткасы bular mana. Xo'sh, riskalar bilan chiroyli qilib beramiz buni ham. Trafaretlar mana yo'l yo'naka. Hammasidan bor. Yana yangilik fasadimiz bor aka. Sizlarga ko'rsatamiz hozir. Xo'p, assortiment degan yangilik deganimiz, yangi assortiment qo'shilganimiz shu aka. Bu 3D bor o'zi, so'kili mana. Ana polni plastrlari bilan aka vagonga chiqaradigan. Bu ham termopanel, mana termotechdan chiqariladi aka, po'kaydan, masalan. Fasad shunday qilasiz, termotechenta deydi mana. Ugullarni, plastrlar bilan polni chiqaradigan apparatni yasab qo'yamiz aka. $2000 deyapmiz, xudo xolasa. 30-40 xil narsa chiqaradi aka. Buni ham yuvsa bo'ladimi yo bo'lmaydi? Yuvsa bo'ladigan o'tiblik narsa aka bu. Hozir laklanma qilib bo'lmagan. Hozir laklanmaganligini hisobiga qo'lga rangi chiqyapti. Ha, o'tiblik narsa aka, o'zi yaltirab cho'tka bo'ladi, termotechenta desa ham bo'ladi. Termopanellar bir tur aka. Asosan nima deysiz buni? Misol so'ramoqchi bo'lishsa, o'tiblik bo'ladi aka, bu mahsulotini 130-120 mingdan qilib beramiz aka, dastavka adresiga qarab, voha tomonlargacha, boshqasigacha. Xo'p. Ashtaqa aka, vagonga bo'ladi, ashtaqa. Sifatni o'zi ko'ryapsiz aka. Tushundim. Usta qarang. Buni sizga zakaz bermoqchi bo'lsa, nomini nima deb murojaat qilasiz? Termotechenta deydi aka. Termotechenta. Tushunarli. Demak, hurmatli obunachilar, bu ham yangilik ekan. Xudo xolasa, uyingizga shunaqa vagonkalik ekan. Vagonkalik deydimi? Vagonkalik. Polni plastrlarni oldin ham ko'rsataylik. Mana narsa ichkarida ko'rsatdik-a buni. Tagi so'kildagi qoran. Yaxshi, buni hozir laklanmabdi, laklansa xudo xolasa rangi ham chiqmaydi. Yomg'irga ham chidamlimi axir? Yomg'ir, quyoshga aka sinovdan o'tgan narsalar hammasi. Sinovdan o'tgan narsa. 15 yilga garantiya xudo xolasa firmalar tomonidan garantiya. Yaxshi, zo'r. Xo'p, bu yerda ham stanovlar yasashyapti. Stanovlar ko'ryapsiz aka, buni 5 ta 6 tadan biz zaynat qilib hammasi zakaz kesiladi xudo xolasa. Riskalari bor. Mana kompleksda 3 ta qolib degan 3 ta qolib, 2 ta qolib degan 2 ta qolib. Bochkalar 2 tonnalik ham bor aka mana. Hammasi xudo xolasa zakazga mana redaktorlik qilib, buni qildik mana olib tepada bo'ladi motor. Zakazsiga qarab yasab berilaveradi aka. Hammasi xudo inshaalloh aka bu narsa sizlar oldingizda bo'sh uchastkangiz bor. Uy qilishingiz kerak. Shart olasiz aka, kuyib chiqarasiz, uyingiz bekarga bitadi, hali foydasiga yo'nalish qilsa bizda qurilish to'xtamaydigan xalq mana pishyanchidagi bo'layotganlarni ko'ryapsizlar hammanglar masalan aka. Shunaqa. Narxlarni bu sho'rlamaydi, zo'r biznes aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bemalol boshlashaveradi aka, tavsiya beramiz. Yaxshi aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi esa sizlarga gazablok hamda penablok haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Qoliplar kerak bo'lsa, bemalol Hoji Akbar akamizga aloqa chiqarasizlar. Ekranda nomerlar turibdi. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sizlar yaxshimi? Yaxshimi, ishlayapsiz. Rahmat. Islom. Xo'p, hozir Qo'g'aydamiz aka. Ha, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'idan bo'lyapti. Yaxshi, sizda ham gazablok, ham penablokka qoliplar bor. Gazablok, penablok, termopanel, termotravertin ko'rdinglar. Hammasi, xullas komplekt hamma stanoklarimiz bor. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab bor. Keyin o'rgatishlar, bu yerga kelib 3 kun, 5 kun, bir haftagacha o'rganish mumkin har bitta stanokda. Endi buni gazablok, penabloklarni olib borib shunday bir marta ko'rsatiladi. Qaysidan qancha qo'shiladi, qanday tayyorlanadi, 100% uni tushuntirib qo'yiladi. Bu unaqa muammo emas. Lekin bu fasadni plita deylik, termopanel, gipka kamen bularni o'rganish kerak. Jicha обучение kerak bo'ladi, unga. unga. Albatta, kelib jicha o'rgansa yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Endi mana misol bu gazablok, penabloklar unaqa qiyin narsa emas. Misoldan buni buncha qo'shasiz, buni buncha qo'shasiz desam, o'shanga qarab turib sirasi chiqaveradi, o'shanga qarab bo'laveradi-da u. Yaxshi. Bu nimani apparat aka hozir? Bu aka gazablok stanogi, gazablok stanogi. Bu teni, suv isitadigan teni. Endi bu
bilasiz, issiq suvda bo'ladi. Pena anaqa gazoblogimiz. Shuni hisobiga bu 1 tonnalik yo'mkisi bu tepada ana shu bitta tayyorlanadigan rastvorga yetadigan teni va idishi. Suv isiydi, bu yerda polni оборудованиеdan qilingan. Suv qanday bo'ladi, nima bo'ladi, bularni polni o'rgatib qo'yiladi. Yaxshi. Ha, bu suv idishi boshqasi. Yaxshi. Buni qoliplari. Gazoblog qoliplari. Yaxshi. Nechta sig'ardi bunga standartdan? Bitta qolipida 12 ta g'ish chiqadi aka. Standartdan, ha? Standart 20, 30, 60 lik g'ishdan 12 dona chiqadi bitta qolipidan. Endi buni misol komplekt olganda albatta qolipini ko'proq olinadi qo'shimcha yana. Bunga ko'proq qolip ketadi. Tushunarli. Bu tepasidagi reskasi aka, kesadigan reskasi. Manlarimi? Ha, mana 10, 20 razmer qo'yib qo'yilgan. Bemalol shu razmerga qo'yib kesilaveradi. Yaxshi. Bu endi mana shu o'zini mishalkasi. Bu mishalkasi? Albatta, bu mishalkasi. Mana xohlagan joyga yurgizib, boshqa qilib qilinaveradi. Bir fazaga ishlaydi. Xohlasa buni 3 faza qilib ishlatib ham berishimiz mumkin. So'rasa, xohlasa. Kimdadir 3 faza to'k bo'lsa, unga bemalol 3 fazali qilib berilaveradi. Buni ham quyish unaqa qiyin emas. Uni albatta o'rgatib qo'yiladi. Olib borib O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Komplekt 1,5 ming dollar narxi. Xo'p, nimasi bor? Mishalkasi. Mishalkasi, ikkita qolip, bir reskasi, suv isitadigan teni, ishga tayyor holatda kesadigan mayda chuydalari. Qo'yinchi boramiz, quyamiz, ko'rsatamiz. Qanday tayyorlanadi, nima qilinadi? Polni mash stanokda g'isht chiqara oladi. Yaxshi. Komplektida hozircha qolipi 2 ta. Qolip 2 dona narx chiqarishga havola qilingan. Endi qolip qo'shimcha yana qolip olaman desa, qo'shimcha qolip qilib berilaveradi. Nechta desa. Uni donasi 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Bitta qolipi, bir dona qolip. Mana deysiz, zo'r. Yaxshi, demak, hurmatli obunachilar, komplekt mana shu narsamiz. 1 ming qancha deysiz? 1 ming qancha? 1500 dollar. 1,5 ming dollarga nimasi qanaqa dastavkasi? Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. Bepul. Bepul. Yoki alohida. Yo'q. Bepul dastavkasi 1,5 ming dollarga mana shu ishlab chiqarish orqali, ya'ni gazoblok orqali siz ish boshlashingiz mumkin, xudo xolasa. Endi aka bu penoblok stanogimiz. Komplektida misol latok tumba listlari, paqir penasi, pena generatori, rastvor bochkasi, kompressor, mikser va 3 ta qolipi bo'ladi. Обычный mana 3 ta qolipi bo'ladi. Razmerlari 20, 30, 60 lik razmerda. Xohlasa periga o'tishni, xohlasa latok list, xohlasa tumba list, har qanaqa vaziyat chiqadi mana shu 3 ta qolipdan. Bu nimasini u yoqqa bu yoq sursa bo'ladimi? Mana bu narsa. Razmerlari periga o'tishni, boshqa qilib xullas razmerga o'taveradi aylanib. Mana bu nima qopdagi? Bu Xitoy parashogi. Shunga qo'shiladi, pena blokka yo gazoblokmi? Penadan ham chiqarsa bo'ladi. Bu pena blokniki. Xitoy parashogdan ham chiqarsa bo'ladi. Bir qopidan 10 ming ta g'ish chiqadi. Bu barakaliroq bo'ladi. Narxi 900 dollar. Komplekt. Mana shu narsa. narsa. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Bepul. Endi faqat nima oladi? Material oladi. Misol, gips, sement, pena va shunaqa narsalar. Parashoglari ham O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Nech qop desa, qanaqa desa kelishtirib qilib berilaveradi. Komplektida o'sha bonusida bir paqir pena yoki bo'lmasa 5 kilo parashogi bo'ladi. Obязательно o'ziga yetadigan. Mana shu bir paqir penasi endi. Yaxshi. Xo'p, demak, hurmatli obunachilar, bitta komplektda 900 dollar ekan, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Mana shu ko'rib turgan narsangiz komplektiga kirar ekan. Mikser ham bor ekan komplektida, bachoglari hammasi 3 ta qolipi bilan birgalikda pena blok orqali ishlab chiqarish qilib, ya'ni soqqa qilaman degan aka-ukalarimiz uchun. Buni boya kraska qilyapti deydilar, adashmasam, yangi. Tayyorlanish jarayonlari ular. Yaxshi, bu yerda ham nechta bir 3 ta komplektga qolib bor ekan. Albatta. 3 tadan bo'lganda yaxshi. Xo'p, demak, akalar, gazoblok hamda penoblok orqali ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lsanglar, yo'lga qo'ymoqchi bo'lsanglar, ekranda nomer turibdi. Hoji Akbar akamizniki. Bemalol aloqa chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bepul. Termopanel, termotravertin, fasadniy plitka, gibka kamin hammasiga akamiz o'zlari xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib qoliplari o'sha yetkazib ham beradilar, xizmatlar ko'rsatiladi. Akamizga aloqa chiqa olasizlar. Bemalol. Aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Ishlaringiz barakasini bersin, charchamang. Charchamanglar.